Assalamu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, aziz vatandoshlar, yurtdoshlar, Shovot xalqi. Muhammad Shavab Norbek, Xorazm viloyati Shovot tumanidanman. Mana bir murojaatim bor sizlarga. Hurmatli xalq. Murojaatim sizlarga. Shu Bunyodkor mahallada yashaymi, Asoy mahallada yashaymi, boshqa mahallalarda yashaymi? Payt Baba qabristoni bor Bunyodkor mahallasida joylashgan. Shuni aytib o'tchakman. Şuna zabor salış için kaytatdan pindemitini kıldılar. Zabor yıkılıydı. Keyin donlamanı yıkıp taşımız dedilerden kaytatdan yıkıp başladılardan. Kaytatdan pindemitini koyup yani ECP'yi bindi şalaka bloktan diklenecek. Lekin buna halk gücü gerek. Evvelem kömek bilen, haşer bilen bitken bu neyse evvelem. Bundan 40 yıl aldım. Lekin hazır için azgen bulsam kömek vermediler. Azgina bo'lsam kömek bering. Boshqa mahallada ele kelib turib. Shu Bunyodkor mahallasiga joylashgan Papiyova qabristonining katta qabriston bu. Shu yerda ko'p ota-bobolarimiz yotibdi, ko'pchilikni. Azgina bo'lsam kelib turib bir kömek beringlar. Iltimos sizlardan. Hozir bu aytilgan ishlarni ko'rsatib o'taman bir qator. Meni ko'zimaldan bo'lib turgan ishlar bular. Ko'rib, o'zingiz xulosangizni chiqarasizlar va bahosini berasizlar. Keyingi kommentariya yozadilar-ku, obodonlashtirishdagilar undan deb har xil gapni gaplab yozadilar. Endi shu bo'yicha aytib o'tchakman. Sizlar kelib qarashinglar qani. Ya negativchilar yozadi-ku kommentariyaga. Sizlar kelib qarashinglar shu yerda. Savob bo'ladi. Pul berolmaysizlar, boshqa vajdan yordam berolmaysizlar. Hech bo'lmasa shunga kelib qarashinglar ozgina. Biz har kun shu yerdamiz. Xullas bu videoni ko'ringlar, o'zingiz hozir ko'rsatib beraman. Yana shu yerdan qabristonni zaborini pinnemiti boshlandi. Bu yerni yıktılar, aldılar, toprağını beka taşadılar, bundattilar, chiqib etdilar. Yana pinnemitni ko'ringlar endi qalinligini. Ajoyib pinnemit oldu bu. Yani aytilgan ishlar. Shuni bir ozgina bir ko'maklashib, qarashib, endi arakini olib 90 metr bo'ldi bu quyilgani. Yana arakini shuni yerlikda ikkitadilar quyib. Takansa bo'lishi kerak. Bir bitishi kerak bu narsa xullas. Shunga ozgina ko'mak kerak. Shuna bir murojaat etib chiqdik. Ikramang o'zim shunchalik video tayyorlab, shunchalik video kamera olib gaplab o'tdi. Yana odam gapdi yana bugun. Shovot tumani 19 deymilar, 19dan men o'shaqdan gapdi bir yosh katta kishi. Ko'maka. Hozir yana ko'maklashib qarashib bitdilar, shu yerda ishlab bitdilar. Hozir bir qator ko'rsatib beraman ishlab turganlarni uzoqdan ham. Hozir yanına boramiz shularni xudo xolasa. Ne gap so'z bo'lib turibdi, na o yangiliklar bo'lib turibdi, shularni ham bir so'raymiz. Videoni ko'rishda kuzatishda davom etaveringlar qani. Bu yerda ishlab yurgan bog'lar bu Chijoydan kelib yoki yollanma ishchilar kelib ishlab turgan yo'q. Obodonlashtirishni bolalar ishlab turibdi. Bir yana bola kelib ishlab turibdi bu yerda. Bu 19dan vam ya obodonlashtirishda ishlamadi. Prosta meni xizmatim deysin sho'ray. Ko'makim deysin degan maqsadga keldilar. Men ishlab turibdi. Endi bu yerni qazish kerak, bu yerda pinnemit yo'q ekan. Chegalar gap turibdi-da. Pinnemitni ko'rib tursalar. Bunda bu maşin çekiyor yani geladi yine xudo xolasa. Yine ishlab bitdilar. Yine ishlab bitdilar, yine kazıp ettiler bir yakına pinnemit bir şey. Geldi bana. Harmon. Aman mısılar. Yine, məyli ne o deyim, səşərçi olmasa özlərimiz səşərçi, özlərimiz hem məsul içində görə. Məyli, Allah razı olsun. Bir yine şu heytdə, şunca adama aittik, şunca inettik. 19'dan bir yine direğim geldi. Kömək. Qarabaya bir görsünlər, yıldaşların görə də sənin. 19'da yine görünlər yine. Aynen. Kalanı bir yine şu nitçe baş, şunca mesela nitçe min adam gitkendi şöyle. Şundan bir yine Məyli Xudanın özü Allah razı olsun. Hürmetli ortaklar. Ama şimdi bize ayta veremiz. Savab gerek olsa gelinler savab için.
Ava, hiç olmazsa bir ebete çemi, ebetten kim 1 saat 2 saat geçse yine 90 metre işini gösterdin mi işlerini yine. İşin etip yine 90 metre işinde kazışımız gerek. Oo, aşı paksa var ince. Az yeremez bu. Bunun için tezrak bitirsek inşallah Apolopyan'ı gösterdim. İyi gelir sorak tuttum onu. Apolopyan kaytar bersimiz gerek. Yerten kapımız ki. Böyle şu Apolopyan'ı koysak yerten bir an davaşır yine kuyu veremiz. Hem müvezzite Allah koyup suda kalasa. Bunun için özleriniz oynanıp göreverinler. Geçen insanım sağ olunlar, gemesen insanım. Lakin ahırında hemmeyini gezecek yerin inşa. Gösterdiğin aşağı bir niye rekenli adamla bilmindirgan olmasın. Kabristan bir. Kabristan bir. İbn Abbas Seyyid Mahsin Pak Baba degen kabristanı. Ama lakin iminle şöremez, bir gezecek yerin kabristan hemmeyini. Mayli Allah razı olsun. Güzeliniz bilesizler. Kesel boman sağ olunlar. Avam. Oldu.